Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar hamda kanalimiz a'zolari. Mana yo'l quyonlarimiz 1,5 oylikdan o'tdi, sotiladi. Bu go'sht yo'nalishida tez vazn oladigan quyon bo'lib, 3 oyda so'yishga tayyor ham bo'ladi. Hozir bu yerda 3 ta samet, ya'ni 3 ta erkak, bitta urg'ochi. Donalab ham sotiladi, optim ham sotiladi. Olti kilo, 7 kilogacha ves oladi, katta bo'lguncha. Lekin 3 oyda 3 kilodan oshiq bo'ladi. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham bolalarga ko'rsatib o'tamiz. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib, layklarni bosib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlavorasizlar. Xikol, toza Italiya xikol quyoni bo'ladi bu. Buni onalarini 3,5 oylikda qo'shganman, tayyor bo'lgan. 3,5 oylikda qo'shilib, shular tug'ildi. Hozirda shu 4 dona qoldi. Shularni sotamiz inshaalloh. Bu baran quyonlarimiz ham tuqqan. Ko'rinyaptimi? Albatta obuna bo'lib, layklarni bosib qo'llab-quvvatlavorasizlar. Hammaga rahmat. Kimga kerak bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqaveramiz. Ya'ni 88lik 332 30 31 ga ham aloqaga chiqaverasizlar. Toza Italiya xikol quyoni. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim. Hamisha sog' bo'linglar. Suv ichayotganini ham olib qo'yay sizlarga. Kimda qanday savollar bo'lsa, albatta kommentariyada yozaverasizlar.